أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz savoqdaşlar oldingi darsimizda insho to'g'riliq so'zlab kelib, inshoni 5 turga bo'lgan to'q: tamanni, istifhom, amr, nahi, nido deb. Oldingi so'zlik darsimizda istifhom, tamanni ikki mazmun haqida so'zlab, istifhomningki ichidagi hal bilan hamiz to'g'riliq mazmunlar oxirlashgandi. Bugungi darsimizda istifhomning qolgan alfozlari haqida so'zlaymiz. Hemen bilimiz savoqdaşlar, biz arab tiliga qadam qo'ygandan tortib normalda istifhom lafzlaridan bir hojat olmaymiz. Biz o'rgangan mayli til qismiga oid kitoblar bo'lsin yoki shar'iy darslarga oid kitoblar bo'lsin, bularning hammasida istifhom lafzlari bor. Biz shu til qismiga oid yoki shar'iy fanlarga oid kitoblarni o'qish, ko'rish jarayonida istifhom lafzlarini normal tarjima qilib tushunib kelyapmiz. Shuningdek, bugungi istifhom lafzlari haqidagi mazmunlar bizga nisbatan favqulodda yangilik emas. Faqat shu lafzlarningki, shu so'zlarningki biz burun tarjima qilib kelgan tarjimalarningki asosi qayerdan chiqqan, qaysi qoidaga asosan qanday tarjima qilamiz, qanday tushunamiz degan shu mazmun kallamizda ancha-muncha oydinlashadi. Qolgan nuqtada bizga bak hadadan ziyoda nima yo'q, yangilik yo'q. Uning ustiga istifhom lafzlarida aslidagi o'zining so'z ma'nosidan chatnab chiqib boshqa ma'nolarda qo'llanilgan ahvollar borga unda ahvol ko'pincha vaqtlarda bizning zavqimiz, undan keyin til tuyg'umiz, tilning qoidasiz ifodalarida bir xil tushunilgan ahvol. Masalan, bizda nurg'un ifodalar bor, aslidagi normal ma'nosini hal qiladigan ma'nolarni o'zimiz bizdagi bir xil til tuyg'usi, til iqtidori bilan bayqab olib tushunib olamiz. Shuningdek, bugungi darsda bak qiynaladigan alohida mazmun yo'q. Abdur istifhomning boshqa so'zlari haqidagi mazmunlarni boshlab deyotdi va alfaz al-istifham al-baqiyya, ya'ni istifhomning qolgan so'zlariga kelsak, ta'ti li talab at-tasawwur. Faqat jumladagi ma'lum bir juz'iy bo'lak taraflarga qaratilgan. Ya'ni jumladagi ya holatni so'rab keladi, holatni tushuncha talab qiladi, ya maf'ulun bihni yoki muslayni yoki musnatni, shunday jumlaning asosiy mazmunini so'raydiganlari yo'q. Endi Abdur kelib qarshi kitobda qarshi qo'yganlari har bir istifhom alfozlarininki bir qul Abdur bizga bayon qilmoqchi bo'lgan ma'nosi. Masalan, deydi qil dilinde ma orqali ismni sharhilash talab qilinadi deganda biz tarjima qilgan vaqtda nima deb tarjima qilamiz degan gap. Masalan, men bir yangi bir narsani ko'rdim. Masalan, kitobni men hayotimda ko'rmay tunji qatim kitob degan so'zga uchragan bo'lsam, men boshqalar deymanda mal kitob, nima kitob degan deb kitobni boshqalarga izohlab berishni talab qilaman. Bu vaqtda nima deb tarjima qilsak bo'ladi, buni biz tushunamiz. Va shu ismning lug'at mazmunining bayoni talab qilinadigan bayat deganim shu. Masalan, anqa degan so'z uchurdi, boshqalar mal anqa degan so'z. Nima anqa degan bo'lsa, bu ma'dan chiqadigan so'zning izohat ma'nosini talab qilgan o'qim bo'ladi. Yoki ma'noning ikkinchi ma'nosi shu atalg'u, ya'ni ismning ismning qartilmasininki mahiy xarakteri. Unda hatta qandoq narsa deb tarjima qilindi. Mal harakat esa harakatga qandoq narsa debchi. Harakatni biladi. Bu harakatning xarakteri qandoq narsa deb buni xarakterini so'ray vaqtda tarjima nima deb tarjima qilmay qandoq narsa tarjima qilamiz. Endi bayatdanki izohlama bilan xarakterdan so'raydigan ma'no o'tirg'a hal basita o tartib jihati. Masalan, agar bir jumlamda qarashtirib olib qolsa, men bir kitob uchurdi. Kitob degan so'z uchurgan bo'lsa, men tunji anglaganda o so'zni men deymanki mal kitob. Kitob degan nima bo'lsa, kitob degan nurg'un ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bir to'plam desa, hal kitob mavjud. Kitob bormi desa, ba'zi zot kitob deganning xarakteri qanaqa bo'ladi desa, kitob degan anda turli kitob, ilmiy kitoblar, foydalanish Qur'on kitoblari, darslik kitoblar degandek ayirib turadigan gapda mush tartib bo'yicha ifodalansa bo'ladi. Oyada nima deb tarjima qilinsa, mohiyatda qandoq narsa, qandoq shaklda, qandoq turda, qandoq xarakterdagi degandek mana shakl tarjima qilsak bo'ladi. Bu ma'no ahvoli.
Ve yutlabu bi men, endi menga kelsak, men bilan şu ilim egalari uchun keladigan ishlar talab qilinadi. Degani ilim egalari degani insonlarni ko'rsatmoqchi yoki malaikalarga o'xshash bizning musulmonlarning nazarida ilimlik bunda aqlliq deb qaralayotgan bunda aqlsiz hayvonlardan sirtqi kishilardagi ahvollar so'riladi. Shuni bilan shuni muayyanlashtirishni, tashaxxus, ta'yin ikisi bir ma'noda muayyanlashtirishni ifodalaydi. Masalan, men fiddar desa, o'yladiki kim o deb tarjima qilamiz? Buningga javob ya Zayd ya Ahmad degandek uni muayyanlashtirishni ifodalaydigan mazmunlar keladi. Misha kelgan vaqtda menlar ma'ning ma'nisi haqida Imom Sakakiyninki bir o'zgacha bir fikr bor o'xshaydi. Deydi, ma jins haqida so'raladi, turdan so'raladi. Masalan, ma'indak desa, qishingizda nimba deb so'raymiz. Chunki nimba deb mush gapning o'zimizning Uyg'ur tilida qanday narsa bor degan gap. Sizda qanday narsa bor degan gap-ku. Ya'ni shaylarning qaysi turdagi suv degan gapda u. Buni javobi kitob yoki uchi degandek gap. Yoki undan sifatdan so'raladi. Sifat so'ralib qolsa qanday deb so'raymiz. Masalan, ma Zaydun deb so'rab qolsak, ya'ni Zaydning ahvoli qanday, Zayd qanday balo bu degan gap-ku. Zayd qanday balo? O vaqtda javob ya Karim ya Baxil degandek bir javob beriladi. Ve men orqali ilim egalaridan bo'lgan jinsning yap turdan, xarakterdan so'raladi. Men Jibril desa, Jibril degan qanday odam u yoki qanday kishi u, qanday narsa u deb buni turdan, qaysi xarakterdagi, qaysi turdagi deb tur deb tarjima qilindi vaqtda, qaysi turdan deb buni berilgan javob ya bashar, ya jin yoki melek deb buni javob beramiz. Deydi Sakkaki, lekin bu gapda sal nazar bor. Chunki men fulon desa, da Ahmad da bir bizning tunishimizdan birisi var. Ahmad keldi desam, qilib o'tamiz, kim u Ahmad degan narsadan. Men Ahmad deb so'ragan bo'lsam, uningga Ahmad degan inson deb javob bermayman-da. Uningga cho'qim Ahmad degan palonning bolasi. Ya undan qolaman. Demak, men fulon desa, Zayd yoki uchi deb javob beramiz. Tashxisni ifodalaydigan mazmunlardan, ya'ni muayyanlik nima, uningga u degan inson yoki u degan jin deb javob bermayman-da. Sakakininki men orqali jinsdan so'riladi, qaysi turdagi degandan so'riladi degan gapda nazar bor. Endi mishadimel nazar olmasın, Sakkaki nim dusun, Abdur nim dusun, bizga nisbatan baribir bizning foydalanadigan, aladigan ahamiyatimiz nima desa, mushlam datalashtirdim, shunday bir ehtimollarning borligini. Ya'ni mush so'zlar bizning oldimizga kelib qolsa, mush mayli to'g'ri deb chiqarilgan, Allah xati deb chiqarilgan olsun, til sohasida hammasining gapining ma'lum darajada asoslanadigan, qo'llanadigan yeri chiqib qoladi. Shularning hammasini anglab özleştirip ötüp gitimiz. Ha, menden məni sakinlep ötüp gitimiz. Tamam, o gap tugedi. Ondan keyin ayyun orqali, hamma bilimiz ayyunni biz burundan tatib qaysida tarjih kelgan emasmi? Umum bo'lgan, ya ummuhuma deganda shu ikkisiga umum bo'lgan bir ishda o'rtaq bo'lgan ikkisining birini farqlantirish haqida so'raladiki, zodi qaysisi degan ma'noda tarjima qilinadi. Ayyul fariqayn khayrul maqam desa, ikki firqaninki, ikki guruhning qaysi zodi maqam jihati yaxshi degandek, qaysisi deb shakilda, ya'ni bizmi yoki Muhammadning ashablarimiz sallallohu alayhi vasallam degandek. Anikin kimdan savol haqida so'raladi, bilasizlar kimni qancha, necha deganda tarjima qilamiz. Salbani Isroil kam ataynahum min ayatin bayna degan oyatda kimga biz ma'runda qanchalik ilm paketlarni berdik degan manda shaklda tarjima qilamiz. Shundaqla kayf orqali birdan ahvolini qandoq mana şekilde tercüme qilamiz. Ayni orqali o'rindan, ya'ni qayerda tercüme qilamiz. Mata zamonini qachon deb tercüme qilamiz. Ayyan kelgu zamoniki, uni qachon deb tercüme qilinadi. Ammo qo'llanish jihati sal hashamatliroq ishlatiladiganligi buyuk iboralarni, cho'ng iboralarni qo'llansak bo'ladi. Ya'ni shu Abdurrahmon aytadi, ayyana bunda bir narsani buyutadigan, ko'p turadigan, yo'g'untadigan bir narsaning cho'nglikni ifodalaydigan o'rinlarda ayyan ishlatiladi. Masalan, qiyomat kunisi qachon deb so'raydi ular ekan. Yasalu ayyan yawmul qiyamah degan oyatdagi o'xshash. Andan anna uch xil qo'llanildi. Birisi tustamal taratan bi ma'na kayfa. Kayf yani qandoq ma'noda qo'llanildi. Qandoq degan ma'noda, masalan, fa'tu harasakum anna shi'tum sizlarning zaradgarliginglarga, etsinglarga qandoq shaklda, qandoq xolis shunday kelgan kayf ma'nosida. Yen bir yerda min ayni ma'nosida Maryam alayhisolamga ya Maryam anna laki hada degan bir oyat var. Ya da anna qayerdan deb tarjima qilinadi. Yana bir yerda mata ma'nosi va anna ziyodatun nil deb bir gaplar uchraydi. Masalan, bu Nil daryosi qachonmi suvi bunday ko'proq keladi degandek ma'noda, qachon degan ma'noda. Demak, shunday qo'llanishlar bor annaninki. Yuqoridagilarning hammasi
muqtadai zahir şekilde yani balagat tadqiqatı boyunca sözlerden çıkılan hukum ma'na agar maqam şu hukumlarni talab qilsa, şu hukumlarga yuqoridagi iborat lafzlarni şu hukum boyunca o'rgangan ishlasak, bu bizning cümlemiz balagatlik cümle bo'ladi. Endi ba'zida maqam bundan boshqa itiboratlarni talab qilsa, bulardan ham bundan boshqa itiboratlarni chiqib qoladi ahvollar. Yuqorqi ma'na asli ma'nadan chiqib, boshqacha bir xil ma'noni yuqoridagidan sirt ma'noni chiqadi ahvollar va shunda deydi vaqat takhruju adawatul istifham. Ba'zida istifham adovatlari asli ma'nosidan siyaqning maqomi taqozosi talab qiladigan boshqa ma'nolarga ham qanday qiladi chiqadi. Asli ma'nolardan siyaqning taqozosi dalolat qiladigan boshqa ma'nolarga ham chiqadi. Shu vaqtida istifhamdan boshqa ma'nolarda qo'llanildi. Tüendeki g'arazlar uchun deydi. Bundan olganda bir nuqtaga diqqat qilinglar. Istifhamdan boshqa g'arazlar uchun ishlatiladi degan vaqtida bizning qiladigan tarjimalarimizni tatib, tushunchalarimizni tatib farqlanish kerak. Masalan, istibto deydi. Bir ishning kechikib ketganligini ifodalash. Kim da'utuk? Ma'runda har gün qarash tarafdan men seni necha qitim chaqirdim, sanab baqdingmi degan emas-ku. Nimanda kechikib ketsa, sizlar qancha qitim chaqirdim men? Maqsad savol emas. Karşı tarafki kayışını nima kichik ketganligini ifodalashga nerede qalding sen degandek men tarjimada muvofiq shaklda shu ifodalarning birini qo'llansak bo'ladi. Yoki hayron qilish. Ajab, höpöpni kömeyman men. Shaklda tarjima qilamiz menda. Agar nima ish qilgan höpöpni kömeyma deb tarjima qilmaymiz. Ajab, höpöpni kömeyman tarjimaga ajabni qo'shamiz. Agar bizning birovsi yo'q gapni tarjima qildingiz desa, u mayli, o'zining ishi. Ammo ma'ninki shu yuqoridagi istifhomlarning boshqa ma'nosi bor. Bu aloqa misol bunda akab qo'ydi, hamma vositalardan chiqishi mumkin. Mayli, ma'no misolini keldi, yuqorida kamni misolini keldi, boshqalardan chiqishi mumkin. Unda boshqa bir misol dedim, men bu kitobda akaganlarimiz misol tariqasida mushuning mashta ekanligini bilsak, boshqalardan izlansak bo'ladi tabiiy. Bir odamning xatoligini eskartish masalan, "Fa'in tazhabun." Ha, ne görse? Sen zaten niminne ketib borsa? Bundacho birisi bir toza yaxshi bo'lmagan tijoratni birini qilayotgan bo'lsa, sen zaten nima tijorat qilyapsan? Bu masala so'rash emas, balki o tarafni o'zing qilayotgan tijoratni o'zing bilamsan? Ma qilayotgan ishingning toza nima ekanligini bilamsan? Sen kuningni qanday o'tkazyapsan? Sen bika o'ynayotsa degandek bir xil xatolikqa qanday qilish, eskartish. Ondan keyin va'id boshqalarga ogohlantirish bir shunmi mushuk yuqoridagidek vositalar qo'llanilgan ahvollar. Masalan, sal liman yusiul adab degan axloqi nachar bo'lgan odamga, alam uaddib fulanan bilasiz-a? Men falonini adab qildim qo'y. Bizning kichik bolamiz toza xabsasa bilan tunugun acыңızdan qanday adabini verdim, bilemsiz? Yoki tunugun akыңızdan qanday adabini verdim, bilemsiz? deb so'g'anliq, bilemsiz, bilmemiz deb so'g'anliq emas. Balki bu yerda diqqat qiling, ha? deb aniq tahdid o. Shuni bilsa, alimazalik bilsa, bilmasa u bilib qo'shni so'g'an savol bo'ldi. Unda boshqa taqrir deydi, muqarrarlash, masalani oydinlashtirish. Yani aydınlaştırılmakçı bo'lgan ishni hamziga agashtirib akilib, hamziga kelgan ada tarjima qilgan vaqtda mana tarjima qilamiz. Fa'alta. Ha, qildingizmi? Ha, degan gap mavjud. Qildingizmi deb so'ramoqchimiz. Qildingizmi? Ha, deb ani oydinlashtirish. Anta fa'alta. Ha, sen qildingmi shuni? Ha, deb bunda so'rash emas. Adaydan tarafda, ha, sen zaytni urdingmi? Ha, zaytni sen urdingmi? Ha, degandek ani muayyanlashtirish. Bu yerda taqrir deymiz. Yani taqrir ma yuqoridagisi muqarrarlashtirilmoqchi bo'lgan ish hamzdan keyin keladi. Ma bir shakl ham uslub. Ya'ni bir uslubda shu inkor qilingan ish, inkor qilingan ishni hamziga agashtirib akilishni muqarrarlashtirishligini bir inkor qilingan, ya'ni jumlaning mazmunidan inkor qilinayotgan ishni muammo oydinlashtirish. Ya'ni masalan qaranglar. Masalan jumlaning mazmunini inkor qilish. İnkar qilganligini muayyanlashtirishga kaskin masshtabi sen degandek emas degandek hukmni ifodalaydi. G'ayralloh tadun. Ajaba so'moqchi emasmi o'rinda? Allohning g'ayrini duo qilyapsizlar sizlar demakchi emas. Hey, Allohning g'ayriga ibodat qilyapsizlar sizlar? Hey, mashtami qilamsizlar? Va ani inkarchi o. Nima unda qilsa bu Allohning g'ayriga ibodat qilaman deb ishi deganni qana qilish, muqarrarlashtirish. Minhu, ya'ni yuqoridagi hamzaning inkorni ifodalash.
ifodalash rolining qatoridan birisi alayhisallohu bikafin abdi. Hey Allah o'zining bizga yetarli emasmi? Sen kimlardan madad tilayapsan? Allah yetarli emasmi sana degan gap. Sizning bu ideyan xato. Allah albatta yetarlik deb jumlaning mazmunini ta'tirga o'rib chiqadi mazmun. Ya'ni chunki inkarni nafini inkor qilish nafini nafiy qilganlik bo'ladi. Chunki hammamizning o'zi inkor. G'ayralloh nafiy. Nafiy Allohning g'ayri nafiy. Nafini inkor qilgandan keyin nafiy bo'ladi. Allohning g'ayrini chaqirishni inkor qilgandan keyin Allohning g'ayrini chaqirmaslik qilgandan keyin Allohning o'zini chaqirish bo'ladi. Nafini nafiy qilish isbot. Mana bu dal endi bir qism balog'atchilar manda deb ifodalaydi. Yine gap o'xshash. Mana bu yuqorida biz olgan tushunch hamza taqrir uchun deganlar tushunchisi shu. Chunki hamza nimani taqrir, nimani oydinlashtiradi desanglar, nafiy kirgan narsani muqayyadlashtiradi, ammo nafining o'zini chu emas. Emas deganni muqayyadlashtirmaydi. Ammo nafiy kirgan, masalan, g'ayrallohdagi Allohni muqayyadlashtiradi. Alayhisallohdagi Allohni muqayyadlashtiradi. Undaganda g'ayridan laysni evitib muqarrarlashtirish uchun desak bo'ladi. Nafiyning o'zini emas. Ya'ni chunki nafiyni nafiy qilgandan keyin bu yerda musbat mazmun chiqadi-da. Ya'ni yig'ib kelsak va bayatni tarjima qilib berdim, mazmun musbat chiqadi. Fe'lni inkor qilishning mana bir shakllari bor. Azaydan darafta am amran. Qarshi taraf nima deydi desanglar, u ikkisining o'tirida, u ikkisining g'ayrisiz, uxalliqini qana qiladi, taraddud qiladi. Oqshom qorong'uda urib soldim, ya Ahmadni urib soldim, ya Muhammadni say. Mayli Ahmad olsun, mayli Muhammad olsun. Bu Ahmad udug'mi ikkisini degandek ma'qulchi. Ikkisining qaysini udug' deb so'moqchi emas. Mush ikkisini udug'mi? Sen ikkisini birini uribsan ish qilib, bu ikkisini urdingmi deb bir xil urg'anlikni qana qilish, inkor qilishmaydi-ku. Yoki sen urdingmi, men ikkisini birini degandek taqrirlashtirish. Agar inkor maqsad qilinsa, unda taqrir maqsad qilinsa, manda tarjima qilingan gap. Am yuqorida biz inkor dedik. Inkor uchun keldik. Mayli hamza olsun, boshqa suroq vositlar olsun, inkorni ifodalab keladi tabii. Ammo inkor degani jumlaning ta'tir mazmuniga, ya'ni jumlaning hozirgi ifodalanayotgan mazmunining aksini maqsad qilgan bo'ladi-da. Aksini maqsad qilish ikki xil ma'no uchun keladi. Birisi tavbih uchun keladi. Degani unda bo'lmasa deyish uchun. Yani mesela tavbih degani makan yanbag'i yakun. Unda bo'lishi loyiq emas degan shaklda. Asayta robbak, Robbingni asli qildingmi? Asli qilishni inkor qilib, asli qilma. Shunami? Men buni deganlik asli qilsang bo'lmaydi deydi tavbih uchun. Yana makan la yanbag'i bu bir. Ikkinchisi bundan keyin bo'lishi loyiq emas. Ammo o'tgan zaman o'zim kelgusi zaman ifodalaydi. Robbing asli qilamsa, ya unda o'z bo'lmaydi. Manda shakldagi inkor yoki o inkor tekzib uchun keskin unda bo'lmidi yoki bo'lmaydi. Avo bo'lsa bo'lmaydi, bunda bo'lishi bo'lmaydi, bunda bo'lsa bo'lmaydi. Malayan bag'i. Endi hozir tekzib degani keskin unda bo'lmadi va unda bo'lmaydi. Mazi yo'q qolsa bo'lmadi, kelgusi zaman qolsa bo'lmadi degan manda shaklda ifodalaydi. Masalan, afa asfakum robbukum bil banin. Acaba Alloh sizlarga o'g'ilni tanlab berdimi? Unda emas degan bo'ladi. Kelgusi zaman o'tgan zamonninki. Afa nulzimukumuha. Acaba biz sizlarni majbur etdimizmi bunga? Yo'q. Nima bunday ish olsun? Majburlamaymiz sizlarni. Manda shaklda. Onda boshqa istifhom yana tahakkum masxurni ifodalab keladi normalda. Masalan, Shuayb alayhisolamni o'z vaqtidagi dinsizlar, kofirlar ayflab masxur qilib qalu ya Shuayb asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rashid. Hey Shuayb, sen namazing tashlab qilishga buranda bizning dadimiz ibodat qilayotgan narsalarni tashlab ya masxir olchu, so'g'an gap emas. Sen kuni namoz o'qiysa, chiqib bizni uni qilma, buni qilma deysa, o'sha namozing burandasini degandek bir hukmchi masxira. Uni boshqa istifhom orqali haqorat ma'nosini ifodalaydi bo'ldi. Men hali kim o'g'li? Bilib turibchi masalan. Kim o'l sarf qilmoy? Masalan, bir to'la soqol taraf qishimizda bizga to'la aralashma kim o'san? Kimdan sen? Mahmud aralashqadak degandekchi. Ondan keyin tahril masalani ko'p turish, yug'untirish masalan.
Meselenin çoğun hikayelikini, büyük hikayelikini ifadeleş. İbn Abbas'ın kıraatı var. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ. Normal ayet ma var. Lakin men Fir'avnu da okuyduğum bir kıraat var. Şu yerde biz Beni İsrail'ni harlık azaptını kutqazdık. Bilemizler, men Fir'avnu kim o Fir'avn şu vakitte? O kutlalan diye ula Fir'avn'dan degendek al. Fir'avn'dan adiye denmezdi vakti güçüde. Onun kutluş imkaniyeti yoktu. Biz kutqazmagan bolsak degendek hukumçu. Yani istifhamla bizden men de Fir'avn'ı Rafi okuyan kişi açta oldu. Şuna aşka ahiriste muş mezmun olmaz şekilde innehu kâne âliyen minel musrifin. O diyen men yukur urundaki özü çoğun tutuduğun mesela hadid nayt aşkan küçü zor bir adamti o. Sizle kutlanmayıttın onu Allah kutqazmagan boz degendek manda hukumunu çıkarvatıdı. Ondan başka istifhamdan ki istibahat bir işinden pek yiraklaşıp ketkenlikini ifadeleş. Enne lehumu zikra. Ulu endi qandağımı vezneset kubul qısınıp solmakça emez. O boldu hem de ulama şey tügüdü. Vaqad ja'ahum rasulun mubin aşkar peygamber geldi. Yüz ördü. Endi bu vaqt kelgende endi ima aytımızga ahmaqlik ya qılanmaydı ular. Çünkü uldu fursat bekrak ketdi degandek mında yiraklaşıp ketkenligini ifadeleş. Şunu bilan istifhamning masalalari tugidi. Buni biz tezroq davrishimizning sababi davomli kitobning 5-ta hozir qadar sizlarga tushuntiryapmiz. Balog'at her cümle şekilleri, her cümle usluplarının ifade haletlerinde bize dert verildi. Andayken eğer makam şu xil ifadeden başka gayri bir ifadelerini talep kılsa, onu hem özgürlük ifadeleydiğin şekillerinde pervatıdı. Bizge kısa aptur. Bir neçe türlü bölüp misal tariqası bayan pervatıdı. Hem de qalğını özümüzge qaldı. Bundan keyinki Qur'an hadisleri tadqiqatımızda, Arap dil tadqiqatımızda şularni kengaytib alsak boladı bu bir. Endi biz özümüzün gapiga kelsak, biz nerede ketayotgan, inshoatga ketayotgan saboqdoshlar, inshoatni 5 ga bo'lgan to'q, bir temenni, istifham, amr, nahi deb 5 ga bo'lgan to'q. Endi bu şunun üçüncüsü emrga keldi. Üçüncüsü emrga. Dağıtıda emr degan o'ylar bilimiz biz nahviy sarflarda filtrlab chiqarib mesela faala yaf'iludun if'il chiqirimiz bu ikinci shaxsga qaratilgan amri liyaf'il chiqirimiz liyaf'al if'al liyaf'al chiqirimiz bu üçüncü shaxsning amri liyaf'al deymiz birinchi shaxsning amri ya'ni ma'lum bir harakatni talab qilgan ma'noni ifodalaydigan fil shakli nim bo'ladi amr bo'ladi. Mana bilasizlar grammatikada emir birisi nah fiil şekillerinden yani lamsız emirlerden ve lamlık emirlerden çıkıyordu. Ondan keyin ismi fiilde bir tür var. Ondan keyin bazı masterler üzüm master olsun mu buyruq fiilde naib bo'lib kelib emrini ifodalaydi. Endi bizning hozir o'qimoqchi bo'lgan ash emirlarning hammasi mayli lamsız kelsin if'alga o'xshash, lamliq kelsin lef'alga o'xshash yoki ism fiillardan ifadelensin hayya ala salatki hayyaga o'xshash, amindiki aminga o'xshash istajib ma'nosida yoki mastarlardan qanaqa qilsin ifadelensin sabran deb qo'yamiz. Sabran degani isbir degan gap, ya'ni sabr qil degan gap, to'xtab tur degan gapchi. Mahil shaklda bo'lsin, hammasi nimani ifodalaydi degan nuqtada. Abdur buni tushuntirib deyotdi. Amr deganimiz sharkatni ustunlik yo'ldan, mana buyurgan odam ustunlik yo'ldan o'tadi. Mana qil, et. Mushu change Arap tilidagi bütün emirlerini teşhiriş, qo'llanish yo'llarini teşhirishdan ilingan bo'lsa, Qur'on arab tili bilan tushgan bo'lg'achqa, Qur'onda kelgan emirlar mutlaq holatda buyruq vojibni ifodalaydi. Ya'ni qaydsiz holatlarda vojiblikni qaytaradigan dalil bo'lmagan ahvolda ustunlik yo'ldan ish harakatini talab qilish deganlikning o'zi vojib degan gap bo'ladi. Buning to'rtta shakli bo'ladi. Birisi men bayat degandek buyruq fil Yahya, ya Yahya khuzil kitabi khuz masalan yoki lamning amrining lam bilan kelgan sakin o'qilgan jazmli holatda kelgan fe'l mudori liyunfiq zu sa'atin min sa'ati degan oyatga liyunfiq o'xshash yoki amr fe'lining ismi ise alaykum anfusakum degani ilzamu alaykum uzanni bilinglar degan ma'noda la yadurrukum man dallakum idha ihtadaytum degan shaklda. Unda boshqa sahmah degandek shakllar va mah alaykum to'xtab turma degandek buna shaklda.
Dördüncüsü buyruq bizden naib bo'ladigan masalalar sabran alal makar sa'yan fi sabilil khayr degeni yaman ishlarga sabr qil, yaxshi yo'llarda qana qilgin, mang'in degan ma'noda. Bularning hammasi amir, hammasidan chiqadigani buyruq, keskin buyruq bo'ladi. Qur'on hadis kelib qolsa, boshqa qarinlar bo'lmagan ahvol ostida vojiblik chiqadi. Şuna Abdurmayda qisqagina bir gapni deb bo'ldi qildi. Chunki bu to'g'riliq Qur'on hadisidagi amrlarning ma'nosini qaysir qartildi bu noktaların hammasi usul fiqh ulemalari qoldirilgan bo'lg'achqa faqat muhim gapni bilishga qilyotdi da'vatdi. Val azhar degani biz to'g'ri deb qaragan eng to'g'ri qo'l, fikr, amr siyg'isi. Mayli jazm qilguvchi lam bilan kelgan, jazm qiluvchi lam bilan kelgan yerlardan bo'lsin, liyahtur saydun o'xshash. Yoki undan boshqa siyg'alar olsin, akrim, amran, ruayda, bakran o'xshash. Hammasi ish harakatni talab qilish uchun boshqalardan qil addi uchun tayinlangan istiloan, ya'ni o'zi yuqori o'rinda turib. Nimishqa desa, shu amrlarni anglagan vaqtda tushunch oshmanaga biz tashursak shu. Buyruq shunda deyilsa, amr bilan shunda deyilsa, qarshi taraflikda ijro qilish tuyg'usi paydo bo'ladi. Ma'noqdan bo'g'achqa amrdan chiqadigan mazmun buyruq mazmun bo'ladi. Endi ba'zi ahvollarda buyruq mazmun ifodalaydigan holatlar bor. O holat boshqa. Uni saldirib so'zlaymiz. Jon Abdurdavodda vaqat taxruju siyagul amr. Amr shakllari, siyg'alari muqtazo zahir. Yuqorida kelganda muqtazo zahir shu. Asli qoida shu. Muqtazo zahirdan chiqib asli ma'nosidan g'ayri ma'noni ifodalaydi. Bu g'ayri ma'no kalamning siyoqidan, ahvollarning dalil qarinlaridan, ifodalaridan tushuniladi. Qur'onda bularni ham bor. Şunlaşqa Qur'onda kelgan buyruqlarning amr yoki amr emas, buyruq yoki buyruq emas, vojib emasligini ayirishda bak diqqat qilish kerak. Qur'on tushgan vaqt, o'rin, sabab nuzul, Qur'onning iboratlarining oldi keyni, vaqaliklarining bayoni hammasi tashilgandan keyin andan keyin qanaqa qilish bo'ladi. Hech qanday buyruqdan sirt ma'noni ifodalaydigan dalil bo'lmagan vaqtida andan keyin buyruqlar, oyatlar nimaga ma'noda buyruqqa ma'noda. Mesela ibahan ifodalaydigan ma'nolar Mujalis Hasan ibn Sirin desa, sen Hasan bilan yoki ibn Sirin bilan suhbatlashish oldigan. Ijlis huna aw hunak desa, ya'ni oyat o'tta degani keskin o'tta deganlik emas ma'nochimi? O'tasan bo'ladi deganlik. Tahdid ifodalari ya'malu ma shi'tum sa xoliqning qilma. Tahdid bo'lmasa bolasqa o'ynama balam. O'ynama deb qo'yganda, biz o'ynang balam deganlik emas, balki kurasiz, kurab qolasiz deb degan gap bu. Taciz ma'nosi va qilmaydigan bir ishni qila. Masalan, men bir toza ostimga besib o'tirib, urib toza, tilla go'y, ig'zini buza go'y desam, buza tilla degan gap bilan tilla degan emas. Am nocho'san qil degan gapchi. Masalan, fa'tu bi suratin min misli. Qani nochon olsin, keltirib baqa Qur'onning o'qishini. Qanaqdir Qur'onda fa'tu deb Qur'onning o'qishini yozdim deb vojib emas u. Yoki boshqalarni bo'ysundirish kunu qiradatan xosib maymu bo'lib ketishadi degandan keyin shu vaqtda bo'lib ketadi emasmi? Bu bir xil boshqalarni ko'dan mana degandek ifoda. Qanaqdir maymun bo'lishang farz vojib emasda ularga. Ahonat boshqalarga xorlash masalan kunu hijaran aw yuqlava demak bu bizning uyg'urtildan bog'i asan deb qo'yamiz ulava deb qo'yamiz masalan. Bir ahonat shaklda o'l deb uni buyruq qilmoqchi emas. Yuqlava deb ig'rik sat gapini qilib qo'yamiz. Bularning hammasi ahonatni ifodalaydi. Ondan boshqa tasviyatni ifodalaydi. Ondan boshqa ya'ni anda olsun bo'ldi degan shekilde fasbiru avla tasbiru degani sen mayli sabr qilma, baribir o chidama bo'ldig'ini bo'ladi, bo'lmaydig'ini bo'lmaydi degan ma'noda. Shu ma'rullarda buyruq deb o'ltamaymiz. Tamannini ifodalaydi. Tamanni arzuni. Masalan, Imroyevning o'tgan ishirasidan ko'raylik. Ala ayyuhal laylut tawil wa lanjali. Hey, uzun kecha bir echilsang. Bu kecha deganga echilmaydi. Buyruq olmaydigan narsa emas kecha degan. Unda olgandan keyin buyruq amaliy o'rinda ishlatiladi. Tamanniga ma'noda echilsang chu kashki degan gap chu. Va man isbah minka bi amsali. Bu tong sendan buyruq emas. Bir men kechada toza beram bo'lib ketdim. Bir tong assang degan gapda. Dua ma'nosidan keladi. Robbim deb Allohga hech kimning buyruq qilishni bilsa yo'q, huquqi yo'q. Mush duoda kelgan butun amrlarning hammasi bu duo ma'nosida. Yoki iltimos
Mesela özara tang birisi tang derece cihet el-ağina dost brother degandekler birisi qilib qalsa, muşta emir labzi qana qilib qalsa, ishlatib qalsa, bu vaqtdagi emir labzi odatda normal iltimos ma'noni ifodalaydi. Masalan, sizga derece ciheti tang odamga nima deysiz? If'al kaza, mandaqala kila, qopa, o'tira degandek gaplarni qilamiz. Bularning hammasi birisidan bidun istila o'zining o'rni yuqurtgan masalasi yo'q deydi. Shuningdek bu iltimos oludur. Endi müşahedeyene emrinin ve başka istifham başka aldığını dersinin başındaki istifhamdan çıkargan belki istifhamın asıl istifham ma'nosidan gayri ma'noga chiqib ma'nolarni ifodalagandek emrning aslidagi buyruq ma'nosidan chiqib gayri ma'noni ifodalagan misollarni ko'rib o'tdik va boshqa misollarni bundan uchrashi mumkin bu yerda deb qo'ygan faqat necha misol sifatidagi nimalar mazmunlar. Ham Imom Sakakning müşahede shu emrga nisbatan deydigan bir gapi davotida muhim gaplar chiqdi. Imom Sakakiyning gaplari ba'zida itrof qilinadi, ba'zida itrof qilmaydi. Kitob tarafidan ammo bizga nisbatan qo'llanishdan nurg'un jihatda bizni beyitdi. Davotida amrning haqqi tiz ijro qilish va tiz favr degan tizlik va talbiyat sari'a tiz ijro qilish. Chunki u amr talabdan zohir. Chunki bir ishqa buyruq bo'lgandan keyinki yana bir buyruq qilgan vaqtida zihniga tushunjiga shu dal nima qiladi? Tiz qiladi, qayt kelaydi. Chunki shu tizlik talabdan zohir aniq chiqadigan ma'no. Va yana tizlik bir ishga buyruq bo'lgandan keyin shuning aksi va qarshisiga buyruq qilgan vaqtda zihnimizga tiz qildig'ini ikkinchisi bo'ladi. Masalan, tura deblam tropiya o'zini o'ngshab, o'rni turib o'tira bo'ldi degan bo'lsam, o'tira degan bo'lsam, mening birinchi qatimliq tura degan gapimni amaldan qoldirib o'tib, ikkinchi qatimliq o'tira degan gapimni ijro qildim. Buning mush ijroning o'zidan nima ifodalaydi desanglar, buyruq tizlikni ijro qiladi. Birinchisi ijro qilinmadi, ikkinchisi ijro qilindi, chunki tiz bo'lish kerak. Avvalgi buyruqni amaldan qoldirish, ikki buyruqni o'tirib jug'ilmasdan uni qana qilish, o'zgartirish va kechikishni rad qilmasdan, mushlarning hammasi dal bizning tushunchimizga tiz qildigan mazmunlar deb manda dedi. Ammo bu gapda nazar oladaydi, lekin mush gapni bir kallamizni saqlash kerak. Chunki fiqh kitoblarda mush amridan favr chiqmamdi degan mushu hukm bilan nurg'un ahkomlarda farq chiqadi. Favr chiqadi desa boshqacha, favr chiqmaydi desa boshqacha. Hatto ba'zi fiqh hukmlarda Hanafi mazhabi bilan Shafiy mazhabining o'rtasida mushu amrdan chiqadigan buyruqninki tizlik yoki tiz emaslik nuqtasida turib ba'zi ahkomlar farqli chiqadiq. Chunki yuqoridagi gap prinsip gap, g'ayri musallam degan gap prinsip bo'lmagan gap, hamma qoida bo'lgan gap emas. Maqom qanidin xoli bo'lgan vaqtda, chunki buyruq ustunlik talabdan talab qilish uchun keladi. Ustunlik talabi uchun keladi. Ammo tizlik yoki kechikish talabiga kelsak, u qariniga qaraydi. Dedi. Anog'anda mishaning o'zidan ikki xil ko'z qarash chiqdi. Bir ko'z qarash. Amrdan tizlik hukmi billa chiqadi. Talabdan boshqa tizlik chiqadi deganlar bo'ldi. Ma'noga kalon ustilanlar. Yana bir biliklar mishaning o'zidan yo'q, amrdan faqat talab qilish chiqadi, bir ishni qilma deb qil deb. Ammo tizlik masalasi amirning atrofidagi qarinalardan elinsa-elinadiki, amirning o'zining elinmaydi deydi. Shu asosda Qur'ondagi buyruqlarningki, masalan, namozga buyuruydi, zakotga buyuruydi, masalan, fiqh kitoblardagi hukmi ikki xil chiqadi. Ba'zi ulamolar mujtahidlar tomonidan asosda tiz ijro qilish deb uni vaqt belgilaydi. Ammo tushunchaga asosan ba'zilar vaqt belgilamaydi-ki, illogi shariatda, shar'iy dalillar uchun boshqa vaqt belgilaydigan yana bir dalil bo'lib qolsa, aniq tayinib turib vaqt belgilaydigan ahvollar bor. Bu amrdagi ahvollar sababdoshlar. Undan keyin keldik nahiyga. Amaliyotda nahiyni so'zlamasakmi bo'ladi? Chunki nahiy amrining dal ta'tirisi hamma jihatda o'xshash. Biz amrda so'zlagan mazmunlar, masalan, amrda ustun turib bir ishni talab qilish uchun degan bo'lsak, nahiyda ustun turib bir ishni qilmaslikni talab qilish. Ayni mazmun shu. Amr o'zining aslidagi bayotdanki talab qilish, bir ishni yuqori o'rinda turib talab qilish degan ma'nosidan chiqib başqa ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, ibaha, tahdid, ta'jiz, tasxir, ihana, tasviya, tamanni deb turgan gapni o'qiya. Ondan keyin tizlik uning haqiqiy tizlik emas o'qiya. Mushjihatlarningki ko'pinchida amrlar tamoman o'xshash.
İlla ki icra qilish tizlik emas nuqtasida farqlanadi. Qolgan jihatning hammasi o'xshash. Shunga amrini alayhi so'zlab o'tirish hojatsiz. Ham abturda o'tadi. Nahiyni so'zlab o'tirish hojatsiz. Abturda o'tadi. Nahiy deganimiz üstünlük yo'lda ma'lum bir ishdan to'xtashni talab qilish. To'xtamashni, qilma deyish. Onun birlam harfi valla, jazmuqtag'alla la taf'al degandek. Ba'zi vaqtda nahiy yig'ilish, tashlashni talab qilishdan g'ayri o'rinlarda ishlatilgan, ya'ni muqtazoi zahiridan chiqib, boshqa ma'nolarda ishlatiladi. Bu vaqtda buning siyg'asi o'zining asli ma'nosidan kalamning siyoqidan tushuniladigan, ahvollarning qarinisidan tushuniladigan boshqa ma'nolarga chiqib qolgan. Bayatimiz yuqorida degan sharikatni tashlashni jiddiy shaklda talab qilishdan boshqa ma'no chiqadi. Masalan, tahdid sog'onga o'xshash ma'nolar ifodalanadi. Yuqoridagi misolda bu amaliyot yuqorida amirda bayon qilgan ikkinchi ma'nolarning hammasi keladi mishaga. Masalan, buyruqni ijro qilmaydigan bir xizmatkordan biriga la tamtazil amri, sen mening buyruqimni ijro qilma. Abaliz gap anglamasa la tasma' qawli, gapimni anglama deb qo'yamiz. Bu gapimni anglama demak emasda, tahdid savodida tahdid. Duo, iltimos, tamanni, irshad, tavbih, tayiz, tahqir kitobda yozib qo'yib, bularning hammasi keladi. Buni agar o'quvchilar azroq qilam izdiman desa, boshqa kangri balog'at kitoblaridan ko'rsa bo'ladi va bayatdan amrning misollarida nurg'un gaplarda buyruq bilan nahiy billik keldi. Masalan, bu cho'ng qiyin masala emas. Şuna bilan biz inshoatdan 4 ni so'zlab bo'ldik. Birisi tamannini so'zladik, istifhomni so'zladik, amrni so'zladik, nahyni so'zladik. An abturda o'tdi va hadhihi al-arba'a, nima 4 ya'ni amr, tamanni, istifhom, amr, nahylar shartni shundan keyin taqdir qilish durus bo'ladi. Shart taqdir qilish durus bo'lib degandan keyin lam jumlada shart jumla, jazo jumlalar ikki jumla shakllanadi. Shart jazoni o'tirdi yuz beradigan jumladagi o'zgarishlarning hammasi mushaga keladi. Masalan, shartning jazosi qilinadigan fa jumlasi yo'q qolsa, madi qatla mazi yo'q qolsa kirish, masalan, amr nahy yo'q qolsa kirish, undan keyin fil mudari yo'q qolsa, uning keskin jazma o'qiladigan, jazma o'qilsa durus bo'ladigan o'rinlar va hammasi o'sha kuch bilan keladi. Hammasi kuch bilan. Davotida shunga layta li malan unfiqhu nima qilishi, sakin o'qilishi keyinda shart taqdir qilinganligi. Shart taqdir qilinsa o boshqa vaqtda fa unfiqhu da fa'diki an taqdir qilinib zarur bo'ladi. Sakin o'qilsa shart bo'lgan bo'ladi. Buning ma'nosi in urzaqhu unfiqhu degan. Bunda taqdir qilinadi deganlik bizga tarjima qilgan vaqtda shuna tarjima qilgan. Kashki menga iqtisod berilgan bo'lsa, men chiqim qilgan bo'lardim deb tarjima qil deganlik bo'ladi. Niyada yo'q gapni topding desa mayli. O'zining ishi, ammo mishani shunday ma'no chiqadi. Ayna baytuk azur desa, men seni uyingda depasang yo'qlaydim deb tarjima qilasiz. Mishqa aslisi in tu'arrifnihi azur masalan. Akrimni ukrim desa, meni hurmatligin, seni hurmatlayman. Agar sen meni hurmatla, va la tashtimni yakun khayran va la tashtum. Meni tillama, sen yaxshiligingga agar meni tillamasang, bu hammasida shart taqdir qilindi, shart taqdir qilingandan keyin keyingi jumlaning hammasi buning jazosi hisoblanib, jazo jumlalarda yuz beradigan ahvollarning hammasi medikilik, ya'ni sakin o'qildi qo'yadi, sakin o'qiliqlik, fakildi qo'yadi, nimkilik, fakillik. Endi biz nahviy kitoblarda, grammatik kitoblarda arabda bir narsani ko'ramiz, arab debchi. Masalan, ala tanzil tusib khayra. Bir o'g'chib ma'lumlar yaxshilik. Mushumi o'zin asli nimadan chiqqan desa, istifhomdan chiqqan. Bu ayrim bir tur emas bu. Buning g'ayridimi ham, ma yuqoridagilarning g'ayridimi, yuqori to'tning keyinida nima taqdir qilinadi dedik ya, shart taqdir qilinadi dedik ya. Bu ahvol diaglam qilsa emas yana. Abturmida o'tadi. Bu yuqoridagi 4 dona inshoatning boshqa o'rinlardami shart qarin qilib taqdir qilinsa bo'laveradi. Amittakhadu min dunihi awliya, ular Allohni qo'yib o'zlariga avliyo qilib oldimi? Agar ashta qilgan bo'lsa, fallohu huval vali. Ya'ni agar ular haqiqiy avliyo izlasa o'ziga fallohu huval vali. Ya'ni ki fallohdagi fa'ning kirishning sababi taqdir qilingan bir shart jumladir. Masalan, amaliyotda ma oyatdagi qo'llanilgan jumla uslubi na yuqorida so'zlagan tamanni emas, istifhom emas, endi birisi emas. 5-incisi inşoning 5-incisi nima? Nida. Biz nahviy kitoblarimizda nida to'g'riliq o'qigan 8 turlik hurufun nida va
şu huruf-u nidani işletip turib birovning bizga kelishini, bizga qarashini talab qiladigan jumla shakli nido bo'ladi. Bu jumla uslub jihatda xabari jumlaga emas, nima jumlaga tava, insho jumlaga tava. Yana bu nido deganimiz ad'unu yoki unadining o'rinda turadigan harf bilan boshqalarning bizga kelishni qana qilish, talab qilish. Aslida hamza ay yaqinni chaqirish uchun, undan boshqa siyaqni chaqirish uchun qolgan gapning hammasi alohida inchiklarga hojatsiz. Masalan 8 turlik harfini da bor, hurufini da a hamza deymiz buni. Ya. Undan boshqa aya, haya, va degandek harflar bor. Bularning ichida faqat a bilan ay debdi. Ma ikkisi yaqinni chaqirish uchun, qolganlari mesela ya shuning ichida yiroqni chaqirish uchun debdi. Lekin yaninki yana birisi bir nimasimi bayana universal tarafim bor. Endi aslida meni ma'vo mush o'rindan yo'tkilib ba'zida yaqinga ishlatiladigan yiroqqa ishlatiladigan yaqinga ishlatilgan bu o'zguch ma'no olur. Shu abturda bu balog'atning go'zal yerlari mush shu. Lekin ba'zida kalom muqtazo zohiridan yana qoidadan chetnab chiqib yaqin yaqinning o'rniga tushiriladi degani yiroqqa yaqinni chaqiradigan vositalar qo'llanildi. Nimishqa shuning ishorat qilish uchunki, uning zehnida qattiq hozirib ketganlik uchun mutakallimning zehnida xuddi uning ba odamga o'xshash. Masalan biz Alloh deb duo qilamiz masalan, Alloh. Masalan, birdan o'ylab, necha ming kilometr neresda qolib qolgan otani maslab, "Hey ana dada" deb bunday shaklda xitob qilib qolamiz, chunki bizning tuyg'umizda biz qilishimiz kerak tuyuladi. Manda bir uqumni ifodalash uchun yiroqdagi odamga, yaqindagi odamga qo'llanilgan vositalarni qo'llangan ahvollarmi bo'ladi. Ba'zi yaqin yiroqning o'rniga tushiriladi. Yaqin odamga bu yiroq ishlatgan, masalan, Payg'ambar alayhisalom qashtu sahobalar ey Rasululloh deydi. Amaliyotda normalda yaqin odamga hech nima ishlatmaymiz Uyg'ur tilida. Qashimizda Ahmad Axun gapib tursa, Ahmad deb bundalam gap qilamiz, ey Ahmad demaymiz. Yiroqdagi oy Ahmad deymiz. Ammo qashdiki Rasululloh sahobalar ey Rasululloh deb bunda gap qilganlar, Rasulullohning martabasini ko'tarib, xuddi o'tirimizni musofo bizningki, biz anda yaqin shaklda gap qilsak bo'lmaydi degandek bir xil tuyg'uni ifodalash. Ya'ni munada sha'ni buyuk degan ahvoli buyuk, martabasi yuqori odam degan ishorat qilish. Yoki uning darajasiningki qattiq tuvan. Oy, deb naqashdagi odamga qash olsa Kamoy, müşqat səyədə qılmız qımda yuğanını xitap qılıb, onu tüən köygəndən ifadəsi çox bu. Yoki sami g'afil, zahil degani gangirab qolgan, kallasi boshqa ketib qolgan, bunda bir shaklda unda mugilab o'tgan bo'lsa, "Voy" deb qo'yamiz. Qashimizda 1 metr nerisida. Anda yo'q, ya, masalan, aya deganliklar bilan ishlatish, ana saygitish uchun. Ba'zida nido siyg'isi o'zining asli ma'nosidan g'ayrida o'rinlarda ishlatiladi, g'ayri o'rinlarda. Masalan, iqro'ga o'xshash. Masalan, sizning zulm shikoyat qilib kelgan odamga "Ya mazlum" degan "Voy istbichora" degan voy bichora emas. "Voy istbichora" degan ma'noda iqro' shaklda tarjima qilamiz. Ixtisos shakl tarjima. Ixtisos degan nima desa, masalan tarjima qilganda men sizlarga tushuntirib qo'yay. Ana af'aluka ayyuhar rajul deb qo'yamiz. Mana mendek erkak bu ishni qilma degan gap. Ayyuhar rajulni ey odam deb tarjima qilasizlar. Mana mendek erkak deb tarjima qilasizlar. Ana af'aluka ayyuhar rajul degan gap mendek erkak. Azı ayy rajul deb qo'ydi. Ey rajul degan gap emasini. Mendek erkak deb buni o'zini maxsus qo'yib chiqib, mana men qilaman qo'mana degan gap. Uyg'ur tilida bor. Kim bor desa, mana men borman mana deb maydonimizga mushlaymiz mana. Men borman mana deb o'zimizga mushlab turganda, men chiqdim deb. Shu vaqtda arab tilida ayyuhar rajul yoki ayyur rajul mana ayyuhar mana shaklda ifodalaydi. Ya'ni boshqadan ma'nosini o'zini ayirib turib, mana men qilaman qo degan gap chiqmaydi. Har bir tarjimada xatolashib ayyuhar rajulni ey odam deb tarjima qilmoqman. Ya'ni mendek erkak qiladi mana degan gap cho'q bu. Mana biz muxtasar ixtisos deymiz. Shuni bilan insho'ninki bashtirma oxirlashgan bo'ldi. Endi biz tushundik, hozir so'zlash to'g'ri bo'ladi. Insho ixbarininki farqini tushundik. Mana xabar jumla bilan inshoiya jumlalarning o'rtasidagi farqni. Inshoiya jumlalar asosan shu jumla deyilib bo'lgandan keyin yuz beradigan hodisalar. Hammasiga qarasanglar, xabar jumla undan keyin yuz bersin, jumlalar munosib yo'q. Insho jumlaning shu jumlaga qarashlik ham yuz bermaslikka keyin yuz beradi, jumlaga qarashlar. Hatto oldim satdim degan gaplar shu oldim satdim deb bo'lgandan keyin bitadi, ham mush gapga qarashlik oldim satdim demiz so'da bitmaydi. Masalan, inshoning alohidligi ma'lum. Jumlada qo'llanilgan o'rinlarmi ham farqli buningki. Ham biz yuqorida ko'rdik 5 turlik insho va bular hammasi masalan amr deyli, nahiy deyli, nido deyli, ma'lum jumla. Ammo ba'zi vaqtlarda xabar jumla shaklida insho ma'no chiqadigan ahvollar bor.
Cümlenin şekli haber, lekin ma'nosi insho. Masalan, Abdurda aytadi, ba'zida xabar jumla inshoning o'rniga tushdi degani labzi xabar ma'nosi nima insho. Nimishqa pal elish bunda tafaudun gibi qattiq umidini ifodalash uchun, o'zining qattiq umidvorligini ifodalash uchun zayyanallohu fi aynikal adl wal insaf. Allah sizning ko'zingizda adl insofni chiroyli ko'rsatsin. Ay, mana ko'rsatsin. Mana buyruq shaklida tarjima qilamiz. Amaliyotda zayyana modi fil bu bir xil umidni ifodalaydi. O'tirish o'qinim, Allah bizga Allah bizga bersin ay. Allah bizning yo'limizni ochiq qilsin deb qo'yamiz. Bu bir xil umid orzusini ifodalaydi. Va dua desakmi shu shakldagi dua bo'ladi yoki uning yuz berishiga bo'lgan qiziqishni favqulodda qiziqishni oshkorlash uchun bunda ish bo'lsin deb qo'yamiz. Shuni arabchada ma'zillar ishlatamiz. Aniki biz davomli anglab turadigan bir nimalar bor, gaplar bor. Radiyallohu anhu sallallohu alayhi vasallam masalan barakalloh degandek. Bularning hammasi shakliga qarasanglar ma'zillar bilan kelgan bilan duo bo'ladi. Shuni olib turadi. Balig odamdan ma'zillar bilan kelgan duomi tafaulga ehtimoli va izharul hirsga ehtimoli va izharul hirs izhar al hirs yani bu biz shunda olishni qattiq umid qilamiz bizning umidimiz shunga qiziqmiz degan ma'noni ifodalaydi yoki amr suratidan qana qilish uchun saqlanish uchun odatda bir vaqtda qolgan vaqtimizda masalan cho'ng odamga sizlar bunday qilsizlar asla qilmaysiz sizlar bunday qilpirlar biz bunday qilamiz deb bunday shaklda masalan bizning dadimiz yoki cho'ng ustozimiz bo'lib qolsa ustozimizga aytil soat 8 kaslar deymiz. Sizlar soat 8'dikilar, men 7'dikilayda bunda gapni buyruq shakldan odatdagi normal jumla shaklga aylantiramiz. Amaliyotda uning ma'nosi kaslak kelgan degan gapchi u. Yoki muxotabni matlubqa, talab qilinayotgan ishga majburlash. Qanday shaklda desa muxotab aşı talab qilgan odamning inkor qilishni yaxshi ko'rmaydigan odamni bo'lib qoladi. Masalan, mening faqat gapimni yig'maydigan bir odam baqashimda. Men buningga soat 8'da kel desam, keladi lekin bir çaylıq şekilde saat 8'de kilolar desem mesela. Sizler bunda kıllar desem, o depsalda hem ağızdan çıkıp kalan diken kılıtay dedi. Adam olsa, manda şekilde onunla mecburlaş. Yüzsüden ta'tini gadan kilolar deyim ibaret keltirimiz. Ama ma'noda buyruq bu. Lekin buyruq nima şekilde xabar şekilde ifodalab qo'ygan. Bunda jumla kelib qolsa, labzan xabar jumla ma'nan insho jumlalar muomala qilsak bo'laveradi. Tamam. Endi mayli insho jumla olsun, mayli xabar jumla olsun, hammasining xarakteri o'xshash. Hammasida isnod va muslay va musnad va isnod, musnad, muslaydan boshqa ahvolul mutaallaqatul fi'l va masalan ba'zida qasr uslubimi keladi bunda. Yuqorida biz xabar jumladan boshlab muslayga munosabatlik necha 10 itiboratlarni so'zladik. Musnadga munosabatlik necha 10 itiboratlarni so'zladik. Isnod munosabatlik necha 10 itiboratlarni so'zladik. Qasr uslubini so'zladik. Mushlarning hammasini ko'chirib inshoga kelsak bo'ladi. Amaliyotda siz yuqoridagi olda o'zlashtirgan bo'lsanglar, ko'chirib alishmi ketmaydi. Shu deb tushunsanglar bo'ldi. O'xshash jumla, hatto men ba'zi misollarni keltirgan vaqtda insho jumlalarini keltirgan bo'ldim. Sizlar tuyib yoki tuymay, mushlarning hammasi maqsad yuqorqi balog'at e'tiborat berib, umuman mayli xabar yoki insho olsun jumlalarning hammasida o'rtaq topilgan nuqtalar. Shuning bilan Abdurmushni eskartib ta'tidi ixbor yuqorida tilg'ilingan 5 bobda tilg'ilingan mazmunlarning ko'pinchisi xabar jumlaga o'xshash insho. Şuna bunu qaragan odam qarasin, shuni e'tiborga olsin degan gap, shuni qiyos qilib olsin, o'ylansin, o'zi tatbiq qilib olsin deydi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.